Shunday savol kelgan, menda 20 yillik astma kasalligi bor. Davolashning iloji bormi? Umuman bu metodika bilan ko'p yillik xronik kasalliklarni ham davolash mumkinmi degan. Qarang, men sizga bir narsa aytaman. Yana biz hujayra miqyosida davolarni davom ettiramiz. Bizga juda ham muhim, chunki 20 yil davom etgan bo'lsa, точно nimaga yuqori nafas yo'llarini epiteliysi, uni bronxiol yo'llarini hujayralar ular transformatsiyaga uchragan. Shuning uchun bular yana transformatsiyadan yana o'z holatiga qaytish ko'p vaqt talab qiladi. Shuning uchun yo'q, davolamaymiz demayman, davolab olamiz. Lekin bu juda ham uzoq vaqt talab etadi. Xuddi shu o'rinda biz sistemda krasnoy volchanka, kollagenozlar bor, sklerodermiyalar bor, xronik pechonочный недостаточность deydi, tam xronik jigar bilan yoki bo'lmasa buyrak bilan yoki bo'lmasa artrit xronический yoki xronический grijjalar, biz bularga ham nimada davo qilib bera olamiz. Faqatgina u uchun bitta narsani aniq tushunishingiz kerak. Uni muddati chem mana bu ostriy proseslardan ko'ra 2-3, inogda tam 4-5 marta ko'proq vaqt talab etadi. Так что bu metodika davolab bera oladi. Faqat uning uchun sabr va uzoq muddat kerak bo'ladi.